Ko'pchilik buni eshitganda shok bo'lishadi, lekin bu bor haqiqat. Men bu yil 40 ga to'laman va katta qizim 16 yoshda. Bu esa sizga va'da qilingan sovg'a, darslik. Ya'ni men yuzimga qanaqa o'xot qilaman, yosh ko'rinishimni siri nimada? Ajin tushmaydi, yuzimga dog'lar tushmaydi, ugrilar chiqmaydi. Agarda siz mana shu mashq qilib yursangiz, bu juda ham oddiy, juda ham oson va tekindek qizlar. Men sizga bugun shu sirni aytaman. Oddiy krem bilan ham yuz yosharishi mumkin, lekin qimmat krem bilan ham hech qanaqa rezultat bo'lmasligi mumkin. Agar siz to'g'ri uxot qilishni bilmasangiz. Assalomu alaykum. Meni sevimli auditoriyam. Bu darslikni kutganlar ko'p. Meni birinchi marta ko'rib turganlar uchun hozir o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Saida Sabirovnaman. Bu yil 40 ga to'laman va 4 nafar farzandni onasiman, oilaliman. Ayollar shaxsiyati bo'yicha ekspertman. Ya'ni go'zal ayollarimizga yanada jozibaliroq, sevimliroq, energiyaga to'la, ancha yoshroq va go'zalroq bo'lish sirlari bilan bo'lishib boraman. Meni kichkina farzandim hozir 2 yoshdan oshgan, lekin shunaqa bo'lishiga qaramay, haligacha ona sutini berib boraman. Shuning uchun sizga hozir ochiq-oydin aytib o'tmoqchimanki, meni yuzimda hech qanaqa filler, botoks yoki qanaqadir qimmat protseduralar qilinmagan. Chunki ona suti bilan boqayotgan payti bunaqa protseduralar qilish ham mumkin emas. Agar kosmetologlar meni kuzatib borayotgan bo'lsa, buni yaxshi bilishadi va men bu narsa kerak emas deb o'ylayman, chunki menga ajin tushmaydi, menga yuzimga dog'lar tushmaydi, ugrilar chiqmaydi. Chunki men buni sirlarini bilaman va bugun siz bilan aynan mana shu sirlarni bo'lishishga tayyorman. Biz bilamizki, inson ozimoqchi bo'lsa, ya'ni sog'lom ozimoqchi bo'lsa, u dieta qilish kerak, to'g'rimi? Ya'ni правильно питание qilish kerak. Xuddi shunaqa bizani terimiz ham yaxshi kremlar, yaxshi uxotga muhtoj. Lekin faqatgina правильно питание bilan chiroyli ozib bo'lmaydi. Teri osilib qolishi mumkin, to'g'ri, ozishi mumkin inson. Lekin teri uprugi bo'lishi uchun va kelajakda hech qanaqa yana ozigandan keyin unga boshqacha operatsiyalar qilinmasligi uchun bizani terimizga ham yuzimizga yaxshi kosmetika, yaxshi kremlar ishlatish bilan birgalikda yuzimizga lifting massaj qilishimiz kerak. Bu bizani yuzimizga xuddi sport deganidek. Ya'ni bizani yuzimizda shunaqa limfa mishchalar bor. Aynan o'sha qismlarimizni to'g'ri massaj qilganimizda bizani yuzimiz avtomatik xuddi qoringa press qilinadi-ku, o'shanda qorin chiroyli ozadi, qorinda press paydo bo'ladi. Xuddi shunaqa yuzimizda ham lifting effekt bo'ladi. Va buni hozir sizga aniqroq tushunishingiz uchun ko'rsatib beraman. Misol uchun, ko'pchilik qizlar chiroyli bo'lish uchun albatta qimmat protseduralar qilish kerak, ya'ni botoks qilish kerak, filler qo'yish kerak yoki hozir mana bunaqa ingichka dahan qilishyapti, skulalar qilishyapti, lifting effekt qilib mana bunaqa qosh ko'tarishyapti, to'g'rimi? Mana bunaqa tikib, nitlar qilishyapti. Aslida bu narsa shart emas. Va yil o'tgan sari siz faqatgina oldiga qarishga emas, naborot yosharib boraverasiz. Agar siz muntazam ravishda, ya'ni betda disiplina juda ham muhim. Agar siz har kuni ertalab va kechqurun 10 daqiqadan sevimli o'zingiz uchun vaqt ajratsangiz. Nega ko'pchilik bu narsani qilmaydi, bilasizmi? Chunki ko'p vaqt kerak, qiyin, ko'p pul kerak deb o'ylashadi. Lekin agar qilib yurmagan odam bo'lsa, inson psixologiyada buni tushunsangiz kerak, zona komforti deyiladi. Zona komfortidan chiqqisi kelmaydi deb, bilasizmi? Yangi ilm olaman deganingizda ham odam esnab, uyqusi kelib qoladi yoki qorni ochib qoladi. Ya'ni miyamiz bizani asrash uchun xavf bor deganda ataylab shunaqa xohishlar paydo bo'ladiki, bo'ldi, to'xtat, davom etma deyish uchun. Chunki siz ana o'sha narsaga o'rgangansizki, yuzingizga har kuni vaqt ajratmasdan uxot qilmaslikka. Qachonki siz buni qilgis kelmasa ham, uyqungiz kelsa ham, erinsangiz ham qila boshlaganingizda, ana o'shanda siz seza boshlaysizki,
man aniq ayta olamanki, agar siz bir oy davomida har kuni ertalab va kechqurun men sizga bugun o'rgatadigan mashq qiladigan bo'lsangiz, siz boshlanadigan paytda yuzingizni rasmga olib oling, ya'ni yaqindan olib oling rasmga va bir oydan keyin solishtirib ko'ring. Siz albatta rezultatini sezasiz va hattoki yaqinlaringiz ham sizga buni aytishadi. Chunki yuzingizda уже avval, ya'ni chirtalaringiz ajralib boshlaydi. Ya'ni ana o'sha qoshi ko'tarib mamtini nit qilishyapti-ku, bu bilasizmi? Avvalo mana shu filler ham, botokslar ham 6 oydan 1 yilgacha maksimum deyiladi. Ya'ni bu yerda tabiiy yo'l bilan bo'lmaganligi uchun bu notabiiy ko'rinadi. Ya'ni bo'rttirib olishadi bir xilla yaxshi quymaydi, o'sha joyi shishqa bo'lib qoladi va bu shuncha pul sarflanganligiga qaramasdan aksincha xunuk ko'rinadi. Va undan tashqari bu doimiy emas, bu ko'pga bormaydi. 6 oydan keyin yana qildirish kerak bo'ladi borib. Ya'ni sizga doim yosh va chiroyli ko'rinishi iloji bor bo'lib turgan paytda mana bu usullar garantiya bermaydiki, sizga aniq yarashadi va sizni tabiiy chiroyli qilishingizga. Shuning uchun bugun men sizlarga tayyor bo'lsanglar, 3 ta texnikani beraman. Va siz har kuni mana shu texnikani bajarish orqali, ya'ni farqi yo'q, siz nima qilyapsiz? Misol uchun telefon ko'rib o'tiribsiz yoki televizor ko'ryapsiz yoki telefonda gaplashyapsiz. Farqi yo'q, uydamisiz? Yotdingizmi, uxlayapsizmi, uxlamoqchimisiz? Farqi yo'q. Prosta ketma-ket har kuni bajarishingiz shart emas. Vaqtingizga qarab bir kun bittasini bajarsangiz ham rezultati sizni xursand qiladi. Sezganmanki, yuzimdagi mana bu kaltso deyiladi-ku, chiziqlar paydo bo'ladi, yuzda baqa paydo bo'ladi, avval oqib ketib boshlaydi. Negaki, biz o'ylaymizki, bizning yuzimiz mana shu joydan boshlandi va mana bu yerda tugadi deb o'ylaymiz. Lekin aslida yuzimiz shunaqa tuzilganki, yuzimizni osilmasligi bu faqatgina manbutimizga surgan kremdan emas. Krem umuman ahamiyatga ega emas. Men sizga bugun shu sirni aytaman. Chunki oddiy krem bilan ham yuz yosharishi mumkin, lekin qimmat krem bilan ham hech qanaqa rezultat bo'lmasligi mumkin. Agar siz to'g'ri uhod qilishni bilmasangiz. O'sha yuzimiz mana bu yerdan emas, mana bu yerdan boshlanadi. Ya'ni orqa bo'yin qismimizda bizani juda ham muhim har kuni massaj qilish kerak. Shunda qon yaxshi aylanadi va yuzimiz qon yaxshi aylanmaganligi uchun pastga qarab tushib ketaveradi. Mana bu joyimiz. Agar mana shu joyimizni, mana shunaqa qo'limizni mushtum qilgan holda, mana shunaqa tepaga pastga qonni yurg'izish kerak. Ya'ni ikki taraflama qilinadi bu harakat. Ya'ni avvalo ertalab uyg'ongan paytingiz bu juda ham muhim, chunki o'sha paytda agar siz masalan sovuq narsa ichib olsangiz yoki sovuq meva yeb olsangiz, u holda bu juda ham xavfli sog'ligimizga, ya'ni qon aylanish protsessi sekinlashadi. O'sha paytda miya ishlashigacha hattoki ta'sir qiladi. Biz nima qilamiz? Ertalab uyg'onishimiz bilan 1 stakan iliqdan issiqroq bo'lgan suvni ichamiz. Va suvdan oldin, turishimizdan oldin uyg'ondik, mana shu joyimizni massaj qilib boshlaymiz. Mana shunaqa harakat bilan bo'ynimizni orqasini, agar siz bu mashq qilib yurmagan bo'lsangiz, boshida qon aylanish uchun prям naqalar ochilib ketadi-da, tomirlar. Qon yurib ketgani uchun ozgina bosh aylanishi mumkin, ozgina bosh og'rishi mumkin, lekin bu vaqtinchalik va yuzingizni hattoki rangiga ta'sir qiladi. Demak, birinchi mashqimiz bizani mana shunaqa harakatlar bilan bo'ynimizni orqasini massaj qilamiz. Ya'ni ko'p emas, 2-3 daqiqa. Keyin turamiz, aytganimdek, issiq suv 1 stakanda ichamiz. Shu bilan qarang, krem surganingizdan keyin bu mashq qilganingiz zo'r. Lekin agar siz krem surdingiz-u, keyin esingizdan chiqib ketdi, orada esingizga tushib qoldi yana. O'sha payt keyingi mashq bu juda ham har bir ayolga zarur bo'lgan mashq deb hisoblayman. Chunki biz ayollarda mana bu joyimizga, peshonamizga ajin tushadi va mana shu joyga ham ajin tushadi. Va agarda mana shu joyga tushgan ajin boshida u kichkina bo'ladi, lekin bora-bora u sinadi. Singandan keyin o'sha o'tda botoks ham yordam bermaydi. Ya'ni o'sha o'tda kuchliroq protseduralar qilish kerak bo'ladi, inyeksiyalar.
va buni oldini olish uchun men hozir sizga o'zimni yuzimda ko'rsatib beraman. Agar botoks qilinsa, ko'pchilik bilsa kerak, mana peshonani qimirlatib bo'lmaydi. Qosh turaveradi, bunday ko'taraman desa ham turaveradi. Lekin menda mimicheskiy, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana ko'taryapman, tushiryapman, ko'taryapman, tushiryapman. Ya'ni qoshimni bemalol ko'tarib tushiraman. Ya'ni mimicheskiylarim bor va kulganimda ham mimicheskiylar bor. Lekin mana shu joyga ajin tushmaslik uchun, ya'ni tushundik-a, hozir botoks qilganimizda bizni qimirlata olmaymiz. U qotirib qo'yadi mushtalarimizni. Va u o'rganib qoladi har 6 oy, har 1 yilda muntazam ravishda o'sha inyeksiya qilib turishimizga. Agarda siz mana shu mashq qilib yursangiz, bu juda ham oddiy, juda ham oson va tekindek qizlar. Xo'p, uning uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qo'limizni mana shu joyini, qattiq joyini mana shu peshonamizni o'rtasiga qo'yamiz. Qarang, qotiriladi, o'rtasiga qo'yib, ya'ni qattiq bosmaysiz. Sal uni teparoq ko'tarasiz. Mana ko'ryapsiz, sal teparoq ko'tarasiz. Va terimizni emas, nimaga qo'limiz bilan fiksировать qilyapmiz? Ajin undoq qilsak ajin tushadi-ku. Biz ajin tushirib qo'ymaslik uchun terimizni ushlab turamizda, faqat mishsalarimizni ishlatamiz. Buni qila boshlaganingizda o'zingiz уже his qilasiz. Mishsangiz xuddi qorningizga press qilganingizda ishlaydi. Shunda buni qo'ydikmi? Bo'ldi. Mana ko'rasizmi? Mishsa faqat ishlayapti. Lekin terim ajin bo'lmayapti. Tushundik-a? Va peshona uchun keyingi mashq bu. Peshonangizni sal ko'tarib turiladi va tepaga pastga. Mana terimiz eng muhimi, agar qo'limizda terini ushlab turmasdan qilsak, nimaga bu xavfli? Chunki aksincha bunda qilgan sari ana ko'p tirishtirma peshonani deyshadi-yu, nabrot ajin tushadi. Shuning uchun biz terimizni mana barmog'imiz bilan pastga va bunisi bilan tepaga tortib turamizda, faqat mana tepa past, tepa past, tepa past mishsa ishlayapti. Shunda mana bunda ham va mana bu harakatda ham 10 marta tez-tez qilamizda, qarang, 10-chisida ushlab turamiz. Tushuntirdimmi? Bunda ham 10 marta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ushlab turamiz. Tushuntirdimmi? Va bu ikkinchi mashqimiz, ya'ni peshonada ikkita mashq berdim, peshona atrofidagi ajinlar uchun. Xo'p, keyingisi bu bizani aynan mana shu yuzimizdagi oval bo'lishi uchun. Mana. Tushuntirdimmi? Ya'ni baq-baqa bo'lmasligi uchun, yuzimiz osilib ketmasligi uchun unda yuzimizda oval. Hozir ko'pchilik mana bu joylariga inyeksiya qilib, unda o'chlik qilib olishyapti, ingichka yuz qilib. Siz bu mashqni qilib yursangiz, shundoq ham yuzingiz mana shunaqa formaga tushadi. Endi agar o'zi yuz formasi to'rtburchak emas bo'lsa, agar to'rtburchak bo'lgan taqdirda ham yuz osilishini oldini oladi bu mashq. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Eng muhim limfa bizda mana shu joyda o'tgan. Yuzimiz osilishi va osilmasligi mana shu limfaga bog'liq. Ya'ni ko'pchilik ayollar bosh og'rig'i bilan qiynalishadi. Mana shu limfada qon yaxshi aylanmay qolganda boshga kislorod kelmaydi va bosh og'raveradi. Dori ichadi, o'sha paytga bosiladi, 2 soatdan keyin yoki ertasi kuni yana og'raveradi, yana dori ichuradi, ukol oladi. Bu hammasi vaqtinchalik, chunki limfalarda zastoy bo'ladi. Qon qotib qoladi, yaxshi aylanmaydi. Mana shu joyda agar yaxshi yurg'izib yuborilsa qonni, u holda shundoq ham yuz osilmaydi va bosh og'riq oldini olingan bo'ladi. Bu 3-chi mashqimiz aynan qulog'imizni, qarang, oldi va orqasi mana shu ikkita barmog'imiz bilan oldi va orqasiga, tepaga, pastga yurg'izamiz. Ya'ni ikkita tarafdan. Yana bir marta takrorlayman. Shart emas yuzingizni yuvib chiqqan bo'lishingiz, shart emas krem surgan bo'lishingiz. Ko'pchilik o'zi eng ideal vaqt yuzimizga massaj qiladigan, bu yuzimizni har kuni kechqurun yuvgandan keyin va har kuni ertalab yuvganimizdan keyin yuzimizga kremni surib yoki o'sha maslani surib qizdirib massaj qilishlik. Lekin mabodo agar siz esingizdan chiqib yoki choy-poy tayyorlashga tushib ketgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Keyin qo'lingizni yuvasiz va ozgina o'sha kremingizni surib, bu mashqni qilib boshlaysiz. Birinchi mashqimiz, demak, bo'yin orqa qismini massaj qilish, yaxshilab qonni aylantirib olish. Ikkinchisi bu peshonamizdagi ajin va mana bu taraf ajinlarga qilinadigan mashq.
Uchinchisi aynan mana bu yerdagi limfalarimizga qilinadigan mashq. Tepaga pastga qilib ikkita tarafda yaxshilab masaj qilinadi. Va aynan shu limfamiz uchun keyingi mashqimiz qo'limizni mana bunaqa qilib, boya aytdim, orqani bunaqa qilib, xuddi shu tomonimizni endi qarang, mana bunaqa ikki qilamiz-da, hozir bundoq qildik-ku tepaga pastga qilib. Endi mana bunaqa qilib sal qattiqroq bo'ladi-da. Aynan mana shu limfamizda yuriladi. Qizlar, bu bo'yningiz uzun bo'lishiga, baqbaqalaringiz bo'lmasligiga va bo'yningizdagi mana bu kolektiv ajinlarni yo'qotishga juda zo'r effekt beradi. Mani kosmetologim aytadilar-da, ko'pincha 50-60 yoshdan oshgan ayollar kelib, qancha bo'lsa to'layman, yuzimni yosh, chiroyli qilib bering deyshadi deb aytadilar-da. Lekin buni iloji yo'q deydilar, chunki uje yuzga ajin tushib, u sinib bo'lgandan keyin uni faqatgina operatsiya bilan ajinlarni ketkizib, ya'ni yuzni yoshartirish mumkin. Lekin agar mana sizga o'xshab deydilar-da, ya'ni hozir yaxshi-ku deb shundoq yuravermasdan har kuni ozgina vaqt ajratib, ozgina mehr berib o'zimizga doimiy ravishda ishlaydigan mashqlarni qilib yurilsa, u holda qarish ancha sekinroq keladi. Tabiiyki, faqatgina kremlar va faqatgina yuzga lifting masaj emas, albattaki ayol kishini ichki holati ham juda ham muhim. Va bugungi sizga beradigan oxirgi texnikalarimdan biri, ya'ni bu ayol kishini yoshini bildirib qo'yadigan qism. Biz ayollar ko'pincha yuzimizga fokus qaratamiz va eng kerakli bo'lgan, bizning yoshimizni bildirib qo'yadigan qismlarga uncha e'tibor berilmaydi. Bilasizki, bu bizning qo'llarimiz va dekolte qismi, ya'ni bo'yinlarimiz va mana shu qismlarimiz. Ko'pchilik mana shu operatsiya qildirgan yoki kosmetologga doimiy ravishda borib yuradigan ayollarga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, ularni yuzlari yosh ko'rinadi, lekin bo'yin qismidan, dekolte qismidan, qo'llardan bilib qolish mumkin yoshlari u darajada yuzlari ko'ringanda emasligini. Shuning uchun juda ham muhim yuzingizga yuvib krem surganingizdan keyin ana o'sha kremdan albatta qoldig'ini bo'lsa ham qo'lingizni ustilariga surib yaxshilab masaj qilib olish kerak va eng muhim qism mana shu dekolte qismimizga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni yuzimizni biz aytdik, orqa taraf qismini masaj qilamiz, peshonani masaj qilamiz va mana bu limfani masaj qilamiz. Va buni davomi va eng muhim qismi mana shu dekolte qismi bo'ladi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, qo'limizni mana shunaqa qilamiz, aynan mana bu qattiq joyi bilan orqa qismini qildik, mana bu limfalarni qildik va xuddi mana shu qismi bilan biz dekolte qismini qizdirib masaj qilamiz kremdan yoki aynan teri uchun yog'dan, masladan foydalanib mana shu qismimizni aylanma harakatlar bilan qizdiramiz. Bu bizga nima beradi? Bu bizga qon aylanishi yaxshilanadi, yuz mana shu joylarga ajin tushib ketmaydi va teri tortiladi, lifting effekt bo'ladi. Birinchi martasiga uzoq vaqt qilmasligingizni tavsiya qilaman, chunki og'riq bo'ladi, qizarish bo'ladi, lekin sekin-sekin doimiy, ya'ni davomiy qilib borilganda uje unaqa qizarish ham kuchli bo'lmaydi, og'riqlar ham bo'lmaydi. Aksincha o'zingizga yoqimli bo'ladi va siz o'zingizni yengil his qilasiz. Mana bu qon aylanayotganini, yengil nafas olayotganingizni uje o'zingiz ham his qilib boshlaysiz. Umid qilamanki, bugungi darsligimiz sizga manfaatli bo'ldi va aynan mana shunaqa foydali video darsliklarni eng ishlaydigan 10 ta mashq to'plami, jozibalikka oshirish, yoshga nisbatan 10 yil yosh ko'rinish, er-xotin munosabatlarini yaxshilash va yanada energiyaga to'lib ayollik sirlarini o'rganishni xohlasangiz, u holda sizga zo'r taklifim bor. Magnit ayol yopiq klubini tashkillashtirdim va bu klubda siz atigi 89 ming so'm evaziga doimiy ravishda men bilan bo'lishlikni, men sizga foydali video darsliklarni tayyorlab shu yopiq klubda bo'lishib boraman, ya'ni savol-javob qilamiz va eng zo'r tarafi jonli uchrashuvlar tashkillashtiramiz. Shu yerda biz siz bilan tanishamiz, gaplashamiz, birgalikda o'samiz. Video sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Albatta kommentariyada fikringizni qoldiring, chunki bu men uchun muhim, ya'ni menga motivatsiya bo'ladi sizga yana shunaqa foydali va manfaatli videolar tayyorlashim uchun. Sog' bo'ling.